Davlat tomonidan total nazorat jamiyatni qulga aylantirishi, insonlarni erkinliklaridan mahrum etishi kabi taxminlarga xo'p deb turganimizda, bahs uchun yaxshi mavzu topildi. 1985 Jorj Orwell g'oyalariga Entoni Brojesdan kontrargumentlar. Hamma narsa ham Jorj Orwell bergan ideologiya bo'yicha ketmasa-chi? Mayli, insonlarga erkinlik berib ham ko'rdik, ammo bu ularni battar botqoqlikka tortsa-chi? Kitob 2 qismdan iborat. Birinchi bo'limda asosan Entoni suhbat asosida Orwellning asarini falsafiy yondashgan holda tahlil qilib ko'radi. Ko'plab fikrlarini yoqlamaydi, mazax ham qiladi, ammo e'tirozlariga izohlar ham berib ketgan. Ikkinchi qismda esa Entoni Brojes o'zining 1985 kelajagi haqida hikoya qiladi. U yerdagi odamlarga hech narsaning qizig'i yo'q, faqat huquqlarni talab qilib, vazifa va majburiyatlar haqida o'ylab ham ko'rishmaydi. Dogmalar bilan yashaydigan bir uyur poda. Asosiy qahramon Bev esa 1984 dagi Winston obraziga yaqin. U jamiyatning hozirgi holatidan butkul norozi va o'z fikriga ega, o'sha fikri uchun oxirigacha kurashadigan yolg'iz jangchi. Orwell kelajakdagi diktator qiyofasini, Entoni Brojes esa uni hech kim majburlamasa ham jamiyat tamoyillariga bo'ysunib ketaveradigan tomoshabin qiyofasini tasvirlagan. Agar siz yaqindagina 1984 asarni o'qib, uning ta'siridan chiqolmay yurgan bo'lsangiz, endi bunisini ham o'qib ko'ring. Shunda miyangiz yaqin orada his qilmagan dilemmani boshdan kechirasiz.